Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabında bugün Mutevekkil Allah'ınki hayatıdaki dersimiz devamda. Mutevekkil billah muş edbiye sahasında nayet köp töhbe yaratkan. Demiş qadiga vaqtida şairlarga nayet keng qol, sehi mert dedi. Bunda bu vaqtida edbiyat güllündü. Mutevekkil nayeti söyümlük, maqtaşıq sazaver, sehi mert adam olup tarih şundaq iz qalğanda, deyilgende hiç bir halife şairga mutevekkil bəgendek bir narsa berip bakmagan deydi. Sehi mert babıda. Bu haqda Marwan ibn Abdülcenub degan şair mundaq degan. Qulağının şəbnəmlərini tutup al dedi, alqanondan tökülüp atqan şəbnəmlərini. Boldu bəs, aşuma əmdə. Mən həddimdən işib kibirlik qıb qalamən mikin dep mən ensirəymə dedi. Çünki mal dünya adamda köpeygen ensire, onun da bir xil kibirlik buludu. Fakat nefsi, kalbi, güzel, tabiat, sağlam adamlar bunu da müstesna. Köpey alda hem de mal dünya erişken adamlar, mal dünya köpeygen adamlar köpünce haddidin aşağı evallah buldu. Yani kısmette. Şuna bir yerde bu şebnem kokusu da şair bir vatkan mal dünyanın mertlikli bir yerde. Mutevekkil şunak deptu. Yok. Toxtanmayma bu şebnemlerini. Menin sehi mertlikimdin o aşı gayrak olap kesin, çökep kesin dep. Şunun bilen bir qasidige 120.000 dirhem 50 tane ton kiyim mukafat bilen tartıqlağan dedi. 50 tane kiyim degen bek çoğun gep. O bir ton degen o vaqtida neç töge neç koy neç kalının pulakida da näsi ona sipetlik raxtlar bilen toquldigan o qolda toquludu o näet təs gepler o çoğun gep. Hem Ali ibn Cahim degen bir adib bu adamninki qışığa bir gün kiripdi da qo'lida 2 tal dorratan bakan. Dorra degen 2 tal sedep göher. O qo'lida bunda oynab atqan. O yanga bu yanga medeltibdi. Bir qasida o'qib beribdi, onunga bir tal sedepni domultib beribdi. Şunun bilen onu yanımda aylandırıp oturaptı da. Şair hem de bunda qarsa bital mervayette qarsa kichikdan bir narsa. O qimmatini bilemegen bo'lsa kerak. Padişah depti. Halife depti de bu yerda. Az ko'rayapmiz buni. Azbiray xudo bu 100.000 dirhemdinmi? A'la bu. Qimmat baholik go'har bu depti de. Yani kim bu şair depti. Yo'q. Mening kallam qanda qilsam, qanda bir beyt oqsam, yeni bir göherni qo'lamga olaman degan xiyolda. Degankin dapaqa deganki tövendiki beytni o'qibdi. Samarrada bir adil podshoh bor. Uning dengizidan boshqa dengizlar bahra oladi debdi. Menfaatlandi. O padişahdan başkalar ümit var buludu. Bazı qo'rqudu dedi. Har qanday qiyin sharoitlarga nisbatan. Xuddi o devzaq cennet kabi odamlar uchunda. Padişahlık eled davam. Onun ballarida kecha kunduz aylanib tursa, yani eled davam degan gapda. Ballarida bo'ladi debdi. Sehilik mertlikka nisbatan onun ikki qo'li ishki deydi. Toqal ayolga o'xshaydi deydi. Bir-biri bilan kundashlik qiladigan. Mavi bo'lsa onun belgisi kelib turgan, bir kundash ayolga o'xshaydi deb bu she'rni o'qibdi. O'ng qo'li bir narsa bo'lsa, so'l qo'li yana uningga o'xshash beradi. Deb bu she'r hamda bu padişahını maqtab hem de uçturup buraya çıkıp ötüptü. Derhal padişah onunla yeni bir qo'ldagi bir tal göherini domultib bergan dedi. Demek 2 tal göherini hep ketdi. 100.000'dan bo'lsa 200.000. Demek muşu derecede sehi mert deydi. Tövendeki babda
8 odam salom bergan xilofetlik bilan. Oy xalifa salom muborak bo'lsin degan gapda hamda. Bularning hammasining dadisi xalifa edi dedi. Ba'zi shu vaqtdagi kishilarning deyishicha mutawakkil alallohga salomga kirgan kishilarning ichida 8 odam bo'lib, bu 8 odamning hammasining dadisi xalifa bo'lgan tarixda. Masalan, Mansur ibn Mahdi kirib salom berdi. Bu Mahdining bolasi. Abbas ibn Hadining bolasi, bu xalifa. Abu Ahmad ibn Rashidning yana bir bolasi. Abdullah ibn Amin, bu bir xalifaning bolasi. Musa ibn Ma'mun, bu bir xalifaning bolasi. Ahmad ibn Mu'tasim, Muhammad ibn Wasiq, mushu mutawakkilning o'g'li Muntasir. Yani mutawakkil alalloh shu taxtga chiqib o'ttirgan vaqtida mana shu podshoh jamoatida shu odamni kirib salom bergan. Qutlug'an, muboraklagan bu odamning xilofat mansibini. Yani bularning hammasining dadisi ayni vaqtida huquq tutganlar. Bu odamniki yana bir hayotga munosabatli rivoyatlarda Imom Mas'udi rahmatullohi alayhi shunday dedi. Imom Mas'udi dongli tarixchi bu ayni vaqtdagi. Hech qanday adam mayli chaqchaq qilib bo'lsin, mayli rost bo'lsin, hamda shu bir narsa talab qilgan bo'lsa, bu odamning davlatida cho'qim bu ta'laga erishgan. Buning yetarlik mol dunyoga erishgan deydi. Bayashatli turmushga erishgan deydi. Kishilarning turmushini aytdi, bu jihatdan elib aytgan vaqtida yaxshi ekanda shuni qilganda. Biroq mutawakkil alalloh sharob turmushim shu bayashat turmushga aytibak ko'ngil bo'lgan. Buni cho'kab kirib ketgan odam bo'lib, to'ming dediki ekan. To'ming dedekning hammasi bilan hayotida birga bo'lib boqqan deydi. To'ming dedek bilan. Mabak cho'ng gap ma. Hozirgi podshohlar burunqi podshohlardek unda talaylik emas. Hozir shu o podshohlar 30-40 chirib aran to'y qildiganlari va hozirgi podshohning bolalaridan. Onun hozirgi podshohningki ayollari pardani aqs boshquradigan podshohlar, xonishlar huquq haqiqiy podshohning qo'lida emas. Huquqni shu pardani aqs ayol egallab ketgan. Ya bir yoshli ayoli bor. Dedik yo'q, lekin haqiqiy shu dunyoning payzini suygan podshohlar burun kon podshohlar shu qulluq davridagi. Dunyodagi eng shu istidodli, iqtidorli dedeklarni setib olib o'zlariga o'ta foydalangan. Ali ibn Jahm shunday deydi, mutawakkil Mu'tazilningki onasi bo'lgan Qabiha ismli bir ayolga dahshat oshiqdi dedi. Bu Qabiha degan gap, baksat degan gap. Bu shu ayolning go'zalligidan buningga Qabiha deb ism qo'ygan. Haddidan ziyoda go'zalligidan. Aş ayolga sabr qilolmaydi dedi. O'zini tutolmaydigan darajada amroqdi deydi-da. Shuning bilan u ayol bir kunsi u dedak mutawakkil alallohniki oldida turibdi-da, shu mangziga bir xat yozib olgan ekan. U ham nimalar yozib olgan dedi, G'aliya dedi. G'aliya degan bunda ayni vaqtda ayolningki girim buyumlarga o'xshash bir narsa hamda. Shu Ja'far deb yozib olibdi-da hamda. Uni podshoh shunda o'ylab muloyiz qilib mandaq she'r o'qigan. Misk ambar bilan mangziga Ja'far deb mening ismimni meni yozib olibdi dedi. Ja'far degan mutawakkilning ismi-ku. O misk qalam xat yozib olibdi dedi, izni chiqarib olibdi. Mangziga miski ambardan bir qur xat yozgan bo'lsa, mening qalbimga muhabbatdan qurlarni qo'ygan edi. Qurlarni yozib etdi degan. Demak bu shu o'zingki didikiga atab o'qigan shu ishq she'rlaridan biri. Endi mutawakkil alallohningki Zunnunul Misrini ikrom qilib hurmatlishi dedi. Zunnunul Misri Misrningki shu Sudan tarafga chegara qilgan Saidi deydigan yerlar bor. Shu yerda mesela Asvan deydigan yerlar. Qadimgi Nobiylar yashagan. Nobiy qavmi. Bu Nobiylardan bo'lib, bu odam ayni vaqtdagi danglik zahid, tasavvufchi, sopilardan.
özüne ait hikmetli geplerini kıldıgan bir dağınık sopi. Hem de Silemi'nin Mihan namlıq kitabıda Zunnunul Misri Mısır'da tunç kılıp muşu evliyalarının makami derecesi şularının türlük hallerini retligen adamken. Mesela nimge okşay mütesavvuf ilmideki bir xil haletli o mesela. Mesela şeriat basqıcı, hakikat basqıcı diyen okşap ketadigan hamda şuna bir tasavvuf ilmini qiliblaştırgan şekilde nezrivi asasını yazgan tunji adamken de. Bunu şu vaqtida Mısır'ın reisi Abdullah ibn Abdülhakim degan adam inkar qilgan. Bu kishi İmam Malikninki eng katta shogirdlaridan biri bo'lgan. Ayni vaqtda Misrninki valisi ekan bu adam. Ahli salaflar gap qilib boqmagan bir yangi bir ilm ijod qildi bu deb, buni hatto zindiq deb buni tuhmatlagan, ayıplagan. Misrninki şu vaqtdagi amiri buni chaqirib akilib, buning e'tiqodi haqida savol so'raganda, lekin u amir buning gaplariga qanoat qilib memnun bo'lgan. Mutawakkilga xat yozgandan keyin mutawakkil uni darhol Misrdan Bag'dodga avatishni buyurgan. Pochtkashlar orqali buni avatib uchrashib, gapini anglabdi-da, buning qiziqib qolgan mutawakkil. Hatta buni yaxshi ko'rib qilib, hurmatlagan, qadrlagan. Hatta davomli mutawakkil deydigan gapi solihlar, yaxshi odamlarning zikri bo'lsa, "Ey Zunnun bo'schu, Zunnun qanido" deb ketadi deydi. Demak, Zunnunul Misri podshoh, xalifa, mutawakkil Allohning hurmatiga erishgan avliyo solihlardan demoqchi bo'lsa kerak. Zunnun Misri munosabatli bir qism bayonlarni bilmoqchi bo'lsak, Uyg'urcha manbalarda masalan Hurmatjon Fikratninki Tasavvuf felsefasi nomli kitobida amush to'g'riliq qisqa bir mazmunli bor, shu yerga murojaat qilsak bo'ldi. Hamda eng og'ir musibat keldi. Mutawakkil Allohning vali ahdi bekitishi va bolasining mutawakkilni o'ltirish haqida. Mutawakkil Alloh vali ahdlikni o'zining bolalariga taqsimot qilib, navbat bo'yicha bo'lib bergan. Birinchi muntasir, ikkinchi muattas, uchinchi muayyat, ondan vaqiza mustaqil. Lekin shu orliqda hamda onasini yaxshi ko'rgachga bu odam mu'tazni boshqa muntasirning oldiga chiqay debdi-da. Bu huquq degan shunday aytdi. O'ti yomon narsa huquq deganning. Huquqning sal payzini surib qolgan odam voz kecholmaydi. Kichik huquqli bo'lsin, cho'ng huquqli bo'lsin, tamoq yig'iz keladi. Bu xatar. Bu dunyoning ichida eng xatar dunyo fitna huquq. Shu orliqda hamda muntasirga debdi-da, ham cho'ng bolasi. Vali ahdlikdan sen tushpagin bolam, men ufqani avval boshda podshoh bo'lsin desa, bu unumapti. Hamda uni unumagandan keyin hamda shu divonga, saroyga billa kirib bu yig'in zallarga ekildi ekan, ammo uningki qo'pol gap qilib, tillab, uni dushkushlab, uning berdigan to'da o'rin bermay, o pagadan, chetdan o'rin berib qo'yib aytsa qolib qopdi-da. Şundan bu Türkler, hem Türk askerleri o vaqtida Abbasiylarning ko'p qo'shini Türklerden tashkil qilgan vaqtlar. Hatta Türklar egallab bo'lgan paytlim shu. Shuning bilan mutawakkildan asta bunun ko'ngli ray yine bir necha sababli bor bundan boshqa. Türkler ham cho'ng o'g'li muntasirlar birlashib dadisini o'ttirishga putishibdi bular. 5 Türk chirib askar kechida shu ko'ngli chiyotgan mezgillarda o'tiribdi-da, uning vaziri Fath ibn Xaqon deganni o'tiribdi. Balkim bu Turk bo'lsa kerak ekan, Xaqon degandan. Mana shu 247-yili Shavvol oyining 5-ida bo'lgan voqea. Demak, Abbasiylar xalifalaridan tunji qatim o'ltirilgan xalifa mutawakkil Alloh. Bu odamning biz boshda nurg'un ijobiy taraflarini his qildik, salbiy taraflarini ham his qildik. Bir odam deganda kamchilik mi bo'ladi, uningki ortiqchiligi mi bo'ladi? Eng muhimi bu odamniki eng cho'ng ortiqchiligidan Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan masalada Qur'on hadisga qaytirib butun musulmonlarni, ahli ilmlarni hurmatlab, qadrlab bu e'tiqodni to'g'rilagan tarafini aytdi. Olqishlashga tegishlik.
Onundan başka bütkül hadisşünaslarınki, muhaddislarınki ornunu, makamını kötürüp bularga sahne hazırlap berişmi bu nayet muhim bir avval. Bu adamın qanday günah bo'lishdan qat'iy nazar ma qilmishi inşallah hakikaten bir mizanda o'tag'idek bir ishlardir inşallah. Miyadim deyilibdi. Keyin boshqalarning tushunib ko'rilibdi-da, bu odamda savol so'ralibdi. Xudoyim sen qandayroq muomala qildi desa, men ihyo qilgan kichikkina bir sunnat tufaylidan Alloh gunohimni mag'firat qilib etdi degan ekan. Allah. Bu adam o'ltirilgan vaqtda shoirlar nurg'un marsiyalarni o'qigan, jumladan Yazidul Mahlabiyninki tuvandagi marsiyasi. Onunğa o'lim dedi. Ko'z azroq mugdavatga vaqti keldi debdi. Onun ölümü balay afet kes bulmamdı. Qanşırtik vaqtida deb. Qana degan qanşa, qisat degan bunda qarg'a vaqti, ya'ni uyg'oq vaqtida kes bulmamdı. Hech bir odam erishmagan narsaga erishgan xalifadir. Onun o'xshash hech bir xalifaning so'zi bundaq ta'sir qilgan emas. Can, tan hammasi bu şekilde bu xalifaga quloq solgan emas dedi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.